Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Mana bugun bankimizda bank kreditlari va mahsulotlari haqida tushuntirib o'tamiz. Bankimizda mahallaviy yo'nalish bo'yicha 18 ta mahalla biriktirilgan bo'lib, har bir mahallaga o'ziga yarasha mahalla produktlar mavjud bo'ladi. Undan mahalla loyihasi chiqadi. Statutkor yig'ilishida esa 312 sonli qaror bo'yicha 100 million so'mlik kreditlar ajratiladi. Ushbu kreditlar mahalla loyihasi to'g'ri mijozning plastik kartasi orqali tushiladi va 50 million so'mga beriladi. Bunda chorvachilik yo'nalishi, o'zini bank yo'nalishlariga beriladi. 312 sonli qaror bo'yicha esa tadbirkorlarga 100 million so'mga kredit beriladi. Bunda chorvachilik, xizmat ko'rsatish, chiqarish, turli xil yo'nalishlarda beriladi va ta'minot orqali ta'minot hisob raqamga tashirilib, mijoz ta'minotchidan kerakli mahsulotlarni oladi. Kimlar shu mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol bankimizga murojaat qilish mumkin.